Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-uka, opa-singillar. 2026-yil 8-avgust Mirxoniddin Marg'iloniy jome masjidi tahoratxonaning ta'mirlash ishlari. Ustalardan xalaqvat so'raylik qani bugun. Ustalar bu tomonga o'tibdi. Hormanglar ustakalar. Qanday dam olish yaxshi bo'ldimi? Kesilarda da chang ketadi, kesib qo'ygan. Ketib joygan bu Hasan. Latok chekkasini qo'yilibdi. Bizga chekkasi. Bu tomoni qo'yilgan. Endi ichki qo'ldan bu yonbosh qopdi-da. Bu tomonlar bor. Bu xona ham bitgan. Bu xona ham bitib qopti, Asqar, ha? Ha. Bormi Asqar? Kayfiyat yaxshimi? Ha, atko'zimi? Yaxshi, zo'r chiqyapti. Ha, bugun nasib qilsa kafillashib ketasizlar. Xudo xolasa. Ha, charchamanglar. Alloh kuch-quvvat bersin. Endi bu Xatamdan Alloh rozi bo'lsin. Xatamboy bu chista qilib qo'ysan-ku. Gap yo'q. Ha. Top-toza qilib qo'yibdi Xatam. Amillar ustalar. Bo'lib qoldimi? Abetga yigitlar. Tugatib yuboringlar. Xatamga aytaman, gap yo'q ey. Ozgincha salom topdi-da. Qayta yaxshi o'tdi, bir oyoq tushadigan joy bo'libdi-da. Sal yendiroq qilib qo'yasiz. Ha, yendiroq bo'lib chiroyli chiqdi. Avvalgisi sal ensizroq edi, oyoq qo'yishga sal nito edi. Ha, shuning uchun Hozir mana bir qadam qo'yib, yendiroq qilib oyoq qo'ymaslar. Sog' bo'ling usta. O'rganincha. Aslan beraverman dedi-ku. Ha? Xatam ketdik.